Baş u. Yalğız u. Ayaq u. Ulanma u. Endi siz u harfining so'zlardagi o'rni bilan tanishib chiqing. Daraxtda uva, uda qağa, ısıl oynayman quruq laylayga. Sunun akam do'mboq o'gatdi, do'mboqni chalsam yerilib ketdi. Uğa, mingizingni ber, bermayman. Etdim, qechib ketdim. Mas'ud hoylida o'tin yaridi, ishi tegilsa toyg'i baridi. Nega uni qo'ysak, nu bo'ladi. Ne, u, nu. Nu. Tega uni qo'ysak, tu bo'ladi. Te, u, tu. Tu. Sega uni qo'ysak, su bo'ladi. Se, u, su. Su. Zega uni qo'ysak, zu bo'ladi. Ze, u, zu. Zu. U, ne, un. Un. Te, u, tu, ze, tuz. Tuz. Turga nan qo'ysak, turna bo'ladi. Te, u, tu, re, tur. Ne, ana, turna. Oga tunni qo'ysak, o'tun bo'ladi. O, te, u, tu, ne, tun. O'tun, o'tun. Se, u, zu. Ne, u, nu, ne, nun. Zu, nun. Se, u, su. U, se, us. Us. Zunun, su, us. Dam olish kunida. Ay Tursunay, bu yoqqa chiqa. Usul mashq qilayli. Hozirgacha o'rnimdan turmag'inimni qarasin ya. Agar chiqinsang mashq qilavermanjimi? Odam najabni teriktirdi. Atdeganda do'mboq chalib odamning beshini ag'ritib nima qilgan bu? Qarab baqaychi. Hay, Mas'ud, sarang bo'ldingmi? Neniga atdeganda to'xtamay do'mboq chalasan? Tunugim birga usul mashq qilamiz deyishgan emasmi? Unutib qoldingmi? Kechirgin, unutib qolibman. Saqlab tur-a, hozirla chiqaman. Bir kecha o'tmayli unutib ketganing nimasi? Undaqda saqlab turay, chopsam bo'l. Tursunay, o'zidan bo'yig'i berib, birdan o'ynab kelaylimi? Qara o'tirnilarga nima degan ratib kuchiyotgani? Bu yayloq nima degan go'zal. Mas'ud qarg'ina, bo'g'larning mingizi nima degan uzun, daraxt shig'iga o'xshaydi ekan. Yura o'tirablarga berib qarab boqayli. Kimning uyi? Umi, do'stim Zumunning uyi. Hay, bu yerda to'rnam nima degan-ku? Ay, bu bek yiroq ekan, yerib ketdim. Qarg'ina Tursunay, Zumun u yerda suv sepdi. Yaxshimisan Zumun opash? Sizlarmidinglar? Sizlar bu yerga qanday xop kelib qoldinglar? Sen bilan ko'rishgili, yurasini birga o'ynab kelayli. Yo'q, men opamga suv akirib bermasam bo'lmaydi. Hay,
Qaranglar, ava daraxtning ustiga, o nimaning ovusi? U yerdan bir qush uchib ketyapti. To'xtanglar, men daraxt ustiga chiqib qarab boqay. Bu ularning tuxumi ekan. Hey, Mas'ud, uningga chiqilma. Qushlarni asrash bizning burchimiz. Biz ularning normal ko'payishiga to'sqinlik qilsak bo'lmaydi. Tuxumni o'rniga qo'yib chapsan tushkin. Shunda, o tuxumga chiqilma Mas'ud.